Assalomu alaykum Domiklar Rus kanali kuzatuvchilari. Bugun sizlarga 12 metrlik konteynerga yasalgan domigimizni bitta obzor qilib beramiz. Uzunligi 12 metr, balandligi 290. Holati yaxshi, chiroyli tekis konteyner. Молочный svetga kraskalar sepib berganmiz. Bunisi ofis mana. Hollar laminat, devorlari 1.6lik disk laminat, patologlar dekor plus, elektrik montajlari bo'lgan. Eshik romlariga ham e'tibor berasizlar. 2 qavat oynak. Parlamaydi, terlamaydiganida. Katta bozdan qo'yilgan eshiklari yaxshisidan. Bunisi yotoqxonasi. Yotoqxona razmeri 3 metrga 220. Hop, devorlar laminat, patolog dekor plus, utubliklari 100 plotnislik bazalt solingan. Qarni shirinasi 5 sm. Bunisi oshxona. Oshxonamizda devorlari PVC panel bo'lgan. Gipsokarton ustidan PVC panel yopishtirilgan. Bu tarafda sanuzel bor. Dushovoy, unitas, rakovinalari, pollar kafel bo'lgan. Uklonlar o'zidan chiqarilgan. Yaxshi holatda. Bu tarafda tashqaridan kirish, alohida hojatxonasi bor. Alohida hojatxonani ko'rsatamiz. Sanuzelda obshipkalari dekor plus, qovurg'ali, unitas, ariston, rakovinalar yaxshisidan qo'yib berganmiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol Domiklar Rus jamoasiga murojaat qilaverasizlar.